Assalomu alaykum qadrdonlar, hamma sog'manmi, charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa Allohning izni bilan Rossiyaga borib Samarqandga qaytib keldik. Mana mashinamiz bilan Xudo xolasa ko'z tegmasin, juda chiroyli yurib berdi. Xo'sh, xarajatlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, общий 2 kishiga gaz, yo'l kira, yeb-ichish hamma xarajatlarni общий hisobda 10 million 45 ming so'm. SIM karta, sug'urta hammasi ichida ketdi. Lekin tepadagi videolar, Instagramda kuzatayotganlar bo'lsa kerak, tepadagi videolardagi ayrim xatolarimiz. Xo'sh, birinchi xatomiz Abxaziyaga borib 2 million, hozir bunga qarab spravshnik qog'ozga qarab gapirmasam bo'lmaydi. Xo'sh, Abxaziyaga borib 2 million 475 ming so'm shtraf to'ladik. Bu o'zimiz aybimiz, chunki bu yoqqa borish uchun ekskursiyalar bilan bemalol borib kelsa bo'lar ekan. Faqat O'zbekistonlarni yomon ko'rar ekanmi, bilmadim. Bizani kirgizmadi, juda muammo bo'ldi. Bundan tashqari Rossiyadan qaytib kelishimizda videoda ham ko'rsatganman uni. Xo'sh, o'zim ham remont taqishim kerak ekan, yonimdagi passajyerim ham remont taqish kerak ekan. Hali ham ular chiroyli qilib kelishtirib kamroq yozib berdi. Undan keyin esa Qozog'istonda akalar bormoqchi bo'lganlar, Qozog'istonda radarlarga e'tibor qilish kerak ekan. Biza ishlamayapti deb 180, 170 bosaverdik. Chorniy spiskaga tushib qoldik. O'shaning uchun ular bizadan ozroq qo'liga berishimizga to'g'ri kelib qoldi. Undan tashqari shunga o'xshagan xarajatlar tufayli bizdan 10 milliondan emas, общий hisobda bundan tashqari kalotkamizni hisobini olmayapmiz. Kalotkamiz ham tugab qoldi. Uni ham almashtirdik. Kalotkamizni 560 ming so'mga almashtirdik. Xo'sh, Abxaziyaga 2 million 475 ming so'm, Gayiga, Qozog'iston Gayisiga 240 ming so'm qo'liga berdik. Xo'sh, shunaqa xarajatlar bo'ldi. Общий hisobda bizdan 13 million 255 ming so'm pul ketdi. Xo'sh, bunga yana kirmaydiganlarni hisoblamaganlarimiz, uydagilarga sovg'a olganlarimizni hisoblamadik. Yana undan tashqari nuqta virgulgacha aytadigan bo'lsam, tualetlar, mayda-chuyda suv pullarni ularni hisobga olmadik. Xo'sh, qadrdonlar, mana bemalol Rossiyaga borib, Sochini, Qora dengizni bemalol ko'rib kelsa bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lishi uchun nima aynan Qora dengizni Rossiya tomoni? Birinchidan, Rossiyada viza kerak emas. Ikkinchidan, oziq-ovqatlar arzon. Turkiya tomoniga ham borsa bo'ladi. Turkiya tomoniga agar sizning pulingiz ko'p bo'lsa, o'zingizga elitniroq, komfortliroq xizmatlarni xohlasangiz, bemalol Turkiyaga borishingiz mumkin. Rossiya tomon arzonroq, oziq-ovqat arzon, ham viza so'ramaydi, ham yoshlar bob shaharlar bo'lgani uchun biz aynan Rossiyani tanladik. Xo'sh, kuzatib borganlarga rahmat. Xudo xolasa keyingi safarlarda ko'rishguncha biz bu sayohatimizni to'xtatmaymiz, yanada davom etamiz.